Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Nuriddin Ergashev. Navbatdagi ozishlik videomizga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Zamir opamiz 116 kg dan 76 kg ga tushgan, ya'ni minus 40 kg vazn yo'qotgan. To'g'ri ovqatlanish bilan albatta hech qanaqa oshqozon kestirmasdan, dori, kokteyllarsiz faqat to'g'ri ovqatlanib ozgan. Qisqacha suhbat qildik, qanaqa qilib ozganligi haqida. Qisqacha o'zim haqimda ma'lumot beray. 120 kg vazn bilan kelganman men ham. 120 kg dan 90 kg ga tushganman, ya'ni minus 30 kg vazn yo'qotganman. Qanaqa qilib yo'qotganman, nimalarga e'tibor berganman, nimalarga amal qilganman, hammasini 4 yil davomida aytib kelyapman. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, Telegramimizga aloqaga chiqing inshaalloh. Sizga ham qanday ozishlik kerakligini o'rgatamiz. Yaxshimisiz opa? Yaxshi, o'zingiz qanday? Yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr, rahmat. Xudoga shukr, shunday guruhni ochib qo'yibsiz. Siz tufayli shuncha o'zim Xudoga ming marta shukr qilaman. Shu nimani ochganingizga. Rahmat, sizga ham rahmat. Ozdirish gruppasi, marafonlar, ya'ni ozishingizga yordam beruvchi kishilar juda ham ko'p. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat. Shu bizning gruppamizda ozganingiz uchun. Men noxursandman. Men avval bundan oldin qiziqqanim ham yo'q. Uy ishi hamma dodlashdi. Sal nima qil. Yo'q, mana shu uyimni domni o'rtasiga deksa. Nevarachani etishga, belim deb pastani dodlashdi. Noxursandman. Ana o Mavluda bilan suhbatingizni ko'zim tushib qoldi YouTube'ga. Shunga qiziqib qo'shildim-da shu nimaga. Bundan oldin qiziqqanim ham yo'q edi, lekin gapni ochig'i. Katta rahmat. Mavlud opamiz bilan Mavlud opamiz bilan bo'lgan suhbatdan keyin qo'shilgansizda. Bilmagan edim shu. Shu suhbatdan keyin qo'shildim. Shuncha o'zibdi avvalgisini, shunga qiziqib qo'shildim-da men ham. Sizda aloqa yaxshi bo'lmadimi yoki mendan opa qandaydir aloqangiz xarashira bo'lib qoldi? Yo'q, natija bo'ldi, Xudoga shukr. Men aytaman, sizda aloqa yaxshimi, Zamir opa? Menga yetma. Hozir. Yaxshi Wi-Fi ishlayapti. Wi-Fi ishlayaptimi? Shu yerda menda aloqa yaxshi emasmikan? Xira bo'lib qoldi. Men nima qildim? Bu keyin deyapti, to'yga qo'yilgan. Dom bo'ladi, shu kishi desa yo'q deydi-da. Men bilan savol javob qilib, siz deydi, buncha nima emas eding, semiz edingiz-ku. Men aytdim, diyeta qilyapman, nima bo'ldim desam, siz yo'q, diyeta bilan uncha bo'lmaydi, siz kesgan nimangizni. Yo'q desam, Xudo keyin nima qiladi? Yo'q, kesgani yo'q, men guvoh-ku, men bilaman-ku. Qayga ana o vazn chekkadan, ana qishloqqa ketsam ham hamsoya hammasi nima qiladi? Buncha o'zibsan, sen sog'mi, kasalmi? Yo'q, men diyeta qilaman deb nima qilsam, butun yosh bo'lib qolsam, unisi ham aytadi, kasal emasmi? Yo'q deyman, kasal emasman, diyeta qilyapman desam, butun yosh bo'lib qolsam, hammasi lekin aytadi. Menga qaraganda butun yosh bo'lsa. Tak, endi shunda agar 40 kilo tashlabsiz-da, 116 kilodan 76 ga tushgan bo'lsangiz, 40 kilogram vazn ketibdi. Juda ham katta vazn. Ya'ni yoningizda oldin ko'rganlar, undan keyin ko'rganlar oshqozoningizni kestirgansiz deb aytganda. Shunday aytibdi. 2 kun bo'ldi-da, men aytdim-ku, men uncha yurolmadim, nima dedim, nima bo'ldi, kam qadamim deb nima qildim, o'sha kuni ziyofatga edi. Subhanalloh. U yonimdagi ayolgina aytayapti, siz yo'q, ishonmayman, siz kesgan. Yo'q deyman, kesganim yo'q. Mana u kun kecha men sizga videochasini tayladim-ku, kesgan odam qancha nima bo'lyapti, pushaymon bo'lyapti. Lekin bundan oldin qiziqqanim ham yo'q. Endi meni avlodim shunaqa, ammam hammasi gavdalik, nima shu avlod yo'q, avlodga emas ekan, odamni o'ziga ekanda, xohishi bo'lsa, istak bo'lsa, xo'jayinim aytdi lekin, sen o'zmaysan, bu shunaqa bo'ladi. Mayli deydi, mayli, nima bo'lsa men shu nimaga qo'shilaman deb qo'shildim, Xudoga shukr. Oyiga 6 kilodan berayladim bu qoshiga. Bu basti 6 oylik natijamda, keyin u yoqda qaysal nima bo'ldi-yu? 6 oyda. Endi 18 kilodan tayladim boshiga. Anaqa ko'rinishingizda ham juda ham katta farq bo'lgan. Ya'ni 10-12 yoshga yoshargansiz. O'zi ozgan kishi juda ham yosh ko'rinadi. Endi sizni onaxon derdik, 62 dasiz, adashmasam 62 yoshda. 63 to'lib 64 ga ketaman iyunga. Ya'ni adashmasam 62 yoshda, 63 yoshdangizmi ro'yxatdan o'tgan ekansizda?
Yani yoshini va birinchi qo'shilgan yoshini, vaznini hammasini yozib qo'yaman-ku. Bu endi umumiy 1 yillik natijangiz bo'lsa kerak, a? 40 kilogramm. 40 kilogramm umumiy 1 yillik natija bo'lsa kerak menimcha. Yo'q, qancha nima? 6 oyga taylagan men. 6 oyga tashlab, hozir ushlab yuribsiz o'sha vaznda. Maşallah, maşallah. Juda ham katta natija, juda ham katta natija. Hozir endi ilgari o'sha qo'shilgan vaqtingizda o'zingizni yoshingizga, ya'ni o'xshab turardingiz. Hozir 50 yosh shunaqa atrofda-da, ancha yosharkansiz-da. Men aytib, endi onaxon desak uyat bo'ladi dedim. O'zlari ham anaqa qilsa, men aytdim. O'ziga ham taylaganimga aytingiz, sizni onaxon deb nima qilmoqchi edim. Yo'q, siz unchaga o'xshamaysiz deb nima qilgan edik, opa deyman deb aytgan edingiz boshiga. O'zi mana shu guruhimizga kirgan menda shunaqa narsalar 60 yoshdan ulug'larni, ayrimlarini onaxon deymiz. 60 yoshgacha opa deymiz. O'zimizdan kichkina singil deymiz. Shunday, anaqa o'sha murojaat qilish yoshga qarab shu tartiblanadi. Shuni ham hozir endi onaxon desak endi bo'lmaydi dedim. Men aytdim, hozir 48, 50 yoshga o'xshab turibsiz-da. Juda ham yosharibsiz, baraka toping. Juda ham yosharibsiz. Shunda sizga ham shu boshida qarshiliklar bo'lganda siz ozmaysiz. Ya'ni nima qilsang ham ozmaysan degan narsalar hammada bo'ladi. Motivatsiyani sindirmaslik kerak. Lekin hozir ovqatim постоянно diyetetическийda, постоянно ovqat qilaman. Mening ovqatim ajabni. Xo'jayinim bo'ldi. Lekin aqlimning hammasi aytayapti, bo'ldi. Men aytdim, yo'q, menga husn nima kerak emas. Основной sog'liq kerak. Mana shu ertalab nima qilaman, namozimni o'qib bo'laman, 2 stakan suvni ichaman, chiqib ketaman. Mana to 10 ta qadam bo'lmasa qaytib kelmayman. 10 qadam bo'ladi, keyin qaytib kelib, keyin shu ham bo'lmasa kishi aylansam bo'ladi. Nevarachani deputatga aytish kerak, uni uyg'otib nima qilishim kerak, qaytib kelaman. Hozir shunda O'zbekistondasiz-a? O'zbekiston Samarqandda. Mashallah. Ya'ni har kuni yurishingizni qanday qilmaysiz? Правильное питание? Yo'q, 10 qadam bo'ladi. Kamiga shu 10 ta, undan 15 ta, 16 ta, 17 ta endi qadamimga ko'chaga chiqishga bog'liqda. Bilaman, ayrim vaqtlar norma 10 shu 10 kelib qilaman-u, spokойно bo'laman-da, 10 bo'ldi deb sabasga. Subhanalloh. Juda ham yaxshi. Ya'ni asnoviy mana hozir ko'p kishidan beriladigan savol bo'ladi videomiz chiqqandan keyin kommentariyaga, nima yeb ozdi, ya'ni necha kilogramm tashladi deb yana bitta ta'kidlab o'tasiz. 116 dan 76 ga tushdingiz. Xo'p, nimalar yeb ozdingiz asnoviy? Birinchi savol shundan bo'ladi-da. Nimalarga e'tibor berdilar, nimalar yeb ozdi, harakat qanaqa bo'ldi, dori ichdimi deydi-da. Boshiga shu nimaga qo'shilmasdan oldin menga bittasi taklif qilgan edi. Shu internetdan qiziqib oldim. 600 so'mga nima oldim? 6000 ga 600 ming. 600 ming, ha. Men chetga ishlaganda u yoqni pulini bilaman. Nima dollarni nima qilaman-da, uncha nima bu yoqni foto holigacha adashaman pulini. Nima 600 taga olgan edim, 600 mingga olgan edim. 5 ta flakoncha 1 kilo ham vez ketmadi. Ancha vaqtdan keyin yana taklif qilyapti, tabletka. Men aytdim, yo'q, men вообще nima qilganim yo'q, o'zganim yo'q deb отказ qildim. O'zganda bu Mavluda bilan suhbatingizni ko'zim tushdi-yu, shunga keyin qo'shildim. Shu diyetani nima qilganim, shu boshiga o'zingiz menyu qilib bergan-ku, shu bo'yicha boshidan oxirigacha o'lchab nima qilaman, mabodo ozgina nima ovqatdan keyin kech vaqti hammasini yuraydi vaqtiga ham o'lchab qilaman, kech vaqtiga ozgina mana bu konfetmi, shirinlikmi nima qilsam yana ozgina o'xshadi. Deyman, nima buzdi deb yana nima qilaman. Nima ozgina yesangiz ham o'sha nimaga chiqadi. Shunda nima bo'lib qolibman, o'zi zada bo'libman-da. Mashallah. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Ya'ni sog'lom ovqatlanish yaxshida baribir. Oldingiga nisbatan odam 100% o'zgaradi sog'ligida. Sizda oldin sog'ligingizda qanaqa muammolar bor edi? Faqat davleniya chiqadi. Davleniyam chiqadi. Kuniga 2 mahalam kelgan, sko'ri. 2 mahalam kelgan, davleniya chiqadi. Mana u belimda nima edi? Belim og'rib nima qiladi? Keyin adishka. Ozgina ketsam butun terlab,
Qansirash. Faqat olishim qiyin bo'ladi. Bu yoqdan oyoq. Keyin men o'tgan yili fevral oyiga qo'shilgan edim. Siz aytgan 10 ming qadam deb. Mana shu endi sovuq edi, o'yin boshiga boshlagan kuni shu o'yinni ichiga nima qilgan men. Endi salga mana bu kuxnyadan salga o'taman, aylanib ertalabdan kech vaqtigacha soat 8-9 ga yaqin 10 mingni qilasdim. O'zimga ma'lum edi-da, atishga qiyin edi. Ko'chaga chiqsam ham oyog'im deb nima qilasdim. Ana o kelin bilan bir magazinga aylanib, kelinjon to'xta deb qo'limni ushlab nima qilib ketardim. Hozir endi ko'chaga chiqsam skameyka, qayga skameyka, mana bugun ham mana 11 qadam saylab keldim. Vaqti skameyka ham kerak emas, mayan ketama shunday qushday yengil bo'lganda men. Xudoga ming marta shukr deyman, shu guruhni ochganingizga kattakon rahmat istob. Sog' bo'linglar. Allohga bersa shukr, mana shuncha kishi foydalanyapti. Sizlarga ham rahmat. Qarang, asosiysi endi bizlar bir oddiy bir yo'l yo'riqni o'rgatamiz, sabablarini ko'rsatamiz, o'sha sabablarni ushlab mana shuncha iroda bilan olib boryapsizlar. Mana qarang, hozir o'sha shuncha qansirash, addishga og'irlik desa ham odamga maqsad bo'lsa, shu nimaga maqsadiga intiladi. Ya'ni masalan men ham chiqaman, ertalabdan chiqishim bilan suvimni ichib ko'chaga chiqaman, 10 ming qilib kelaman deb chiqaman. Niyat qilib chiqaman. Yo'q, agar odam o'zi nima qilsa, o'ziga maqsad qo'ysa, обязательно shu maqsadiga diyetani buzmay, nimasini yurishni qanday qilmasa, обязательно nima bo'ladi maqsadiga, o'z maqsadiga, istagan nimasiga, besiga ham tushadi. Baraka toping. Keyin ovqatlanish tartibingizni bir aytib o'tsangiz, zavtrakdan to shungacha shu, ya'ni nimalar yeb ozdingiz? Qisqa qilib. Основной men aytayapman-ku, namozimni o'qiyman, 2 bokal suv ichaman, chiqib ketaman, kelib yana suv ichaman, keyin ko'pincha men quymoq qilaman. Boshiga qildim anavi opsiyanka, lekin shu quymoq odamni ancha to'q tutadimi? Juda ham to'q tutadi, haqiqatan. Shu quymoq ko'pincha quymoq qilaman. Keyin anavi peshin vaqtiga undan keyin kelib yana suv ichaman, soat nimani oldidan. Kerak yana suv ichaman. Keyin olma meva, biron xil meva iste'mol qilaman. Kerakda? Kerak qilaman. Keyin vaqtim bo'lsa, endi ko'chaga chiqib ketgan bo'lsam qilolmayman. Suvimni ichaman, nima qilolmayman. Keyin обедni обычный shu grechka palov, голубцы, shu kotlet, grechka kotlet, sizni nimangiz menyu bo'yicha o'sha nima bo'lib qolgan, nimani xohlasam shuni qilaman, o'zi bilaman shu qaysi nimaligini. Keyin soat 4 ga vaqtim nima ko'chaga bo'lmasam, uyga bo'lsam olma, meva, anavi pirog qilaman, shundan bir kuzov nima qilaman. Kech vaqti suyuqni ham men uncha suyuq ovqatga uncha nimam yo'q, qo'yib qilib nima qilaman, iste'mol qilaman. Baraka toping. Juda ham yaxshi o'zgarishingiz, katta rahmat sizga. Rahmat sizga, rahmat. Shu guruhni ochib qo'yibsiz. Qiyinchiliklar nimada bo'ldi? Ozish jarayonida qiyinchilik, nimadan qiyinchilik bo'ldi? Ozish jarayonida. Shu boshiga aytyapman, bu yoqdan belim, bu yoqdan oyog'im. Yo'q, keyin asosda o'tib ketdi. Uncha qiyinchilik yo'q, mana davlenim ketdi, addishkam yaxshi, hammasi yaxshi bo'ldi-da. Endi hamma aytayapti, to'xta bo'ldi. Nima, men aytdim, vaqtiga o'smaysan deb to'xtadingiz. Masalan, qo'ydim ham shunday, vaqtiga to'xtat deb nima qildingiz. Endi yo'q, to'xtash yo'q, bo'ldi deb nima qilaman, diyeta qilib yo'q. Baraka toping. Ana shu mana hozir alhamdulillah mana 40 kilogram natija bilan hammaga isbotladingiz. Ya'ni bu masalan 100 kishi boshlasa где-то bir 20 kishilar nima qiladi-da, mana shunday kuchli irodali bilan. Qolgan 80 kishilar, undan 80 kishidan biri 30 ta sal slabroq irodada, mana sizlardagi iroda kuchli. Mana shuncha vaqt olib kelyapsiz, 40 kilogramli vazn tashladingiz, bu juda ham katta iroda talab qiladi. Baraka toping. Masalan, hozir yoshlar, yosh aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ham ko'p boshlaydi-yu, men qila olmas ekanman, yengaymiz ekan deydi. Mana qarang, 62 yoshda boshladingiz. Mana shuncha natija bo'ldi. Alhamdulillah. Juda ham xursandman natijangizdan. Mana
har suhbatimizda, opa-singillarimiz bilan bo'layotgan suhbatda yoki bo'lmasam jonli efirimda eslab o'taman, hoji onamizni mana 74 yoshda boshlagandilar. 72 yoshda boshlagandilar. Men hozir 74 yoshdalar. Hozirgacha правильный питаниеda u kishi ham 40 kilogramm vazn tashlagan. 38 kilogrammi, 46 kilolar tashladi yo, o'sha 40 kilodan yuqori bo'lsa kerak. Ana ro'xon hoji onamiz. Yo'q, shuniki. Hoji onam mana 70 dan oshib boshlagandilar. Qarang, sizlardagi iroda hammaga nasib qilsin opa. Hammaga nasib. Juda ham katta iroda bu. Juda ham katta iroda talab qiladi. Odam nima qiladi, taylash yo'q. Tayladimi tamom buziladi nima. Shunday. Gruppadan chiqdi ham nima yo'q. Motivatsiya yo'q deydi. Yashani ham uncha qilmaydi. Yurdi, hojona ham aytdi, Zamira sen nimadan chiqma, chiqdingmi? Tamom, ya'ni o'zing bilasan-ku, lekin uncha nima bo'lmaydi deb nima qildi u kishi maslahat, motivatsiya qiladi bu. Juda ham yaxshi. Har kuni ertalab duo qiladi haqqimizga, hammamizning haqqimizga. Ha, hammani haqqiga. Xo'p. Ko'p kishi nimada aytayaptilar. Hozir men o'zim haqimda bir og'iz aytib o'tayin. Hozir shu nimamizga ko'rinmay qoldingiz YouTube'da deb yaqinda men mana shu tomoshabinlarimizga aytmoqchimanki, yaqinda umra safariga borib keldik. Xudo xolasa endi borib kelganimizdan keyin bu yog'ini davom ettiramiz. Yana video qilamiz, inshaalloh jonli efirlar qilamiz. Hozir keldi ketdi bo'lib turibdi ularning hammasi. İnşallah yana efirga chiqamiz. Nasib bo'lsa hammaga nasib qilsin inshaalloh. Borib kelish nasib qilsin, nasib bo'lsa bir perzagruska bo'lib keladi. Bu yoqda ko'rib baribir hammani ham orzusi hammaga nasib qilsin inshaalloh shu yoqqa borishlik. Ziyorat qilish, Allohning baytiga borish, ya'ni payg'ambarimizning ravzalariga borish hammaga nasib qilsin inshaalloh. Iloyim aytganingiz keldi. Shu fursatdan foydalanib aytib qo'yayin debman-da, shu ko'p kishi yozyapti, ko'rinmay qoldingiz deb. Inshaalloh endi mana Xudoga shukr, mana birinchi suhbatimiz shu kelganimizdan keyin siz bilan bo'lyapti. Alloh manfaatli qilsin. Sizga katta rahmat. Turmush o'rtog'ingizga ham rahmat, xo'jayiningizga ham, ya'ni ruxsat bergani uchun, farzandlaringizga rahmat. Suhbat uchun katta rahmat opa. Mana qarang, hozir ya'ni jismoniy harakatingizda qiyinchilik bo'lgan, bel og'rig'i, addishga, qansirash, mana shu nimalarda qiyinchilik bo'lgan. Ovqatlanishda nimalardan qiyinchilik bo'ldi sizga? Zamiraxon opa? Qiyinchilik bo'lgani yo'q. Qiyinchilik bo'lgani yo'q. Albatta. Shu boshiga yo'q, nima bo'lsa yeb ketayapti. Yeyman-da, dietetический ovqat. Ko'p kishi bularniki отдельно, meniki отдельно qazonim постоянно. Ko'p kishi birinchi boshlaganda non yemaslik qiyin ekan, non yegim kelyapti yoki bo'lmasa shirinlikdan voz kecha olmayapman deydi. Shularga nima maslahat berasiz opa? Yo'q, endi o'zmoqchi odam o'ziga maqsad qilsa, endi отказ qiladi-da bu nimalarni yeyishdan. O'zini tiyib nima qilsa, endi maqsad qildimi, shu bo'lsaga kirib o zaman deb. Yani masalan men maqsad bilan nima qilgan edim. Mana bu odam o'zibdi. Nimaga men nima qila olmayman? U kishi aytayapti, men uncha qadam tayla olmas edim. O'g'lim yelkasiga ko'tarib palata. Men aytdim, shuncha odam mana yoshgina avvalgi istay, hozir yoshgina bo'lgan. Deb qiziqib men ham intilib nima qildim-da, shu nimaga qo'shildim. Xo'jayinim, sen ozolma, mayli dedi. Mayli, nima bo'lsa qo'shilaman deb qo'shilgan edim shu nimaga. Baraka toping, mana Xudoga shukr. Endi to'xtatolmayapti. Bo'ldi, diyeta qilma, avvalgi endi avladim ham hammasi nima qilyapti. Bo'ldi, xola, jiyanlarim aytayapti. Bo'ldi, ozmak. Deyman, menga hason kerak emas. Основной sog'lig'im bo'lsa bo'ldi. Avval Babchi qadam tayloyni nima qilib yotasin. Belim deb pasen jalba qilasin. Hozir endi belim ham ko'rinmaydi, skameyka ham kerak emas. Mana 10 ming tani shunday aylanib kelaman. Men ham yurib kelyapman. Baraka toping opa. Xudoga shukr. Shu nima deydi? Maqsadni kuchli qo'yish kerak. Haqiqatan ham ko'p kishi menga qo'ng'iroq qiladi-da, bolamni ozdirib bering yoki bo'lmasam turmush o'rtog'imga yordam bering deydi. Birinchi aytaman-da, o'zlarida maqsad bormi, ozishlikka xohishi bormi? Ozishlikka xohish bo'lmasa kishini qiyin. Masalan, xohishi o'zida bo'lmasa, o'ziga xohishi bo'lishi kerak. Xohishi bo'lsa, обязательно o'zadi. Любой odam o'zadi. Shunday. Ko'p kishi telefon qilib, ya'ni bir xillari ko'ndiring, shu ozishga motivatsiya bering, ko'ndirib bering deydi-da. Men qanday qilib ko'ndiraman deyman. O'zida xohish bo'lmasa, ukamni ko'ndirib bering, semirib ketyapti, ertaga uylantirishimiz kerak. Bir ikkita joyga boryapti, sovchilarni qaytarib yuboryapti, ota-onasi bunday o'zida xohish bo'lmasa qiyin-da uni.
o'ziga xohishi bo'lmasa bo'lmaydi u. Ayrimlariga telefon qilaman, shu iltimos deb qo'ymaganiga men ham yo'q deya olmayman. Bir xil yosh katta onaxonlar chiqadi, o'g'limni bir ko'ndirib bering deb telefon qilsangiz, ulardan juda ham qo'pol gaplar eshitasiz. Xuddi bir dori qanaqadir. O'zingiz endi kattaga odam qo'shish uchun. Shunaqa. Bir shunday. Lekin sizni uncha nima qilganim yo'q. Mana internetda kim nechta chiqayapti, virus, yana nima, kim necha kishi mana men nima qilaman, 10,000 qadam kerak emas, nima dieta ham nima, men nimasini usulini nima qilaman. Men aytdim, yo'q, siz uncha chiqmaysiz-da masalan. Mana men nimaga qo'shilgan, nima bo'lgan deb nima qilmaysiz. Lekin ko'p nima qilaman. Kim nechtasi taklif qilyapti. Men aytdim, yo'q. Bo'ldi, men bittasiga qo'shildim, natija bo'ldi. Bo'ldi deb nima qilaman. Alhamdulillah. Katta rahmat sizga Zamiraxon opa. Mana shu vaqt ajratib suhbatga rozi bo'lganingiz uchun. Yengil bo'lganingizga Xudoga shukr. Allohga hisob shukr. Ochganingizga. Rahmat sizga suhbatga rozi bo'lganingiz uchun. Yana inshaalloh davom ettiring. Nasib bo'lsa gruppada faol bo'ling. O'zi shundoq ham faolsiz, yana ham faol bo'ling inshaalloh. Har kuni yeginlaringizni tashlab borasiz. Yurgan qadamlaringizni tashlab borasiz. Bu juda ham katta motivatsiya. Mana rasmlaringiz bilan bo'lishib boryapsiz. Opa-singillarimiz bilan juda ham katta natija va motivatsiya bo'ladi. Ularga yangi qo'shilgan opa-singillarimizga katta umid uyg'onadi-da. Shu men mana shu nima qilgan, uqum tayinlaganimga men ham o'za olamanmi deb nima qilgan. Men aytdim, odam nima oldiga maqsad qilsa, обязательно xohlagan nimasiga tushadi. O'zini maqsadiga nima qilish kerak-da, intilish kerak aslida. Shunday opa. Katta rahmat sizga suhbatga rozi bo'lganingiz uchun. Mana shu ajoyib suhbat uchun. Rahmat opa. Mayli. Agar savollaringiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi menga. Yo'q, menga savol yo'q. Boshqa odamga savol bo'lmasa, menga savol yo'q. Katta rahmat opa. Hammasini nima savol, nima shu guruhni bir aylanib chiqsangiz, o'sha hamma o'zini nimasini nima qiladi-ku, savolini ham tayyorlaydi, siz javobini nima qilishingizdan bilib olsa bo'ladi-da, nimalar. Guruhdan, shunday. Guruhdan, Allohga hisob shukr. Endi Xudo xolasa biz ham shu YouTube'ga chiqib videolar qilishda davom etamiz nasib bo'lsa. Inshaalloh. Rahmat opa sizga. Mayli, salomat bo'ling, ustoz, ishlaringizga omad. Iloyim oilangiz boshiga hamma vaqt sog' salomat bo'ling. Shu guruhni ochganingizga ming rahmat. Hamma nima qiladi, shuncha nimalarni hammasi o'zishiga sog'liqi joyiga tushyapti-da shuncha odamni. Shunga sizga hamma основной sizga rahmat, shu guruhni ochib qo'yganingizga. Sizlarga ham rahmat. Ya'ni boshida aytganimdek shuncha ozish guruhlari bor, marafonlar bor. Shu bizni tanlab, bizning guruhimizga qo'shilib mana shunday natija qilganingizga rahmat. Bu biz uchun sharaf. Mana shu bizni ya'ni mana shunaqa natijalar yuzimizni yorug' qiladi. Ya'ni bejizga ishlamayotganimizni bir nimasida Allohga hisob shukr bir namoyandasi deydimi? Nima deydi? Harakatlarimiz bejiz ketmayapti. Allohga hisob shukr mana shunday bir natijalar bo'lyapti. Mana shu YouTube'ga mana Nilufayni ham qancha 140 kilodan shuncha o'zgan u kishi. Shunday Nilufar opa. Savdoda ham shunday to'lagina yoshgina bo'lib qolgan. Mana o'sha kim necha kishi bo'lyapti-ku. Avvalgi rasmini qo'yadi, hozirgisini qo'yadi, anchada nimasi. Shunday. Hammaga nima bo'lyapti-ku, manfaatli bo'lib nima bo'lyapti. Alloh yana manfaatli qilsin, ishimizga bardavom qilsin inshaalloh. Hammaga yordam berishlik nasib qilsin inshaalloh. Hamma siz qatori ozi bo'lsin, sizlar qatori. Rahmat Zamira opa, inshaalloh yana gaplashamiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat opajon. Sog' bo'ling. Xo'p.